Yangi Qo'rg'onliklar dokumentida muammo yo'q, uy topib qo'ydim. Assalomu alaykum aziz yangi Qo'rg'onliklar, sizlar uchun ideal uy topib qo'ydim. Xo'p, sharoitlari bilan birma-bir ichkari tanishtirib o'tamiz. Aziz qadrdonlar, uyimiz 4 xonadan iborat. Hozir xonalarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Xo'p, qadrdonlar, turgan xonam mehmonxona. Hop, devorlarini chiroyli dekorlardan qilib yasatib qo'yishgan, patologiyalari ham juda go'zal. Yonginasida yotoqxona joylashgan. Undan tashqari 18 talik konditsionerlarni o'rnatib qo'yishgan. Bunisi esa ikkinchi yotoqxonamiz. Qolgan yotoqxonalardan qulaylik tarafi oyog'ingiz tagida tipli pol qilingan, uni ustini esa parket bosilgan. Eng asosiysi, uyimiz barcha poli parket bilan yasatilgan. Undan tashqarisida 1 sotik, 1,5 sotik hovlilari bor. Suvlarini tortib uylariga ochiq qo'yishgan. Bu oshxona. Oshxonamizni ta'riflashga tilojsiz. Issiq suv, sovuq suv hammasi mavjud. Ha, aytgancha, bu yerni chiroyli qilib tapchan qilib qo'yishgan. Yozda derazalarni ochib maza qilib o'tirishingiz mumkin. Bu esa hammomimiz 100 talik aristollarni o'rnatib chiroyli qilib jihozlab qo'yishgan. Hammomni yonida tualet joylashgan, tualetimizni ham chiroyli qilib remontlar qilib qo'yishgan. Bu xonamizni detskiy xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yog'ida bu uyimiz srochna sotiladi. Eng asosiysi, o'tgan yili 230 million so'mlik yevrodan qilishgan. Bu uyimizning narxi 300 million deb baholayapmiz. Eng asosiysi, bu yerda ikkita televizor, oshxona mebeli hamda konditsioner qoladi. Eshik derazalari esa tashqarida akfadan, ichkarida MDF eshiklar. Manzilimiz Oxunboboyev do'mida joylashgan. Bunga murojaat qilishinglar mumkin.